diplomani bildirmay berib yuboraman. Hozir xotini bilsa men ham boraman deydi. Kishi boshiga 250 mingdan to'lashim kerak. Kamol. Ey Kamol. Labbay. Keling, yaxshimisiz? Kamol uydami? Ha, uydalar. Shuni chaqirib yuboring. Tinchlikmi? Ha, tinchlik chaqirib yuboring shundoq. Ha, xo'p, hozir. Tinchlikmi? Shu xotinni nima ishi bor? Ya, Jiyan, bormisan? assalomu alaykum. Charchamayapsanmi? Naq beshinchi turibsiz, kirmaysizmi? Ha, mayli. Xotining turgan ekan. Hay, spura. O'tvardi. Hozir purulay. Men qarang. Nimaga? Gap bor, yaxshi. Xotining ishmasin. Men qarang. Keyingi oyi 10-chislasiga to'y boshlab qo'ydim. Voy, muborak bo'lsin. Hamma xotin hamma qulog'ini tashab qo'ygan. E'tibor bering. Xotin chaqirmas. O'zing sekin boladan taklif qilma. Ha, bo'ldi, aka. Yoshlar baxtli bo'lsin. Meni ham chaqirasizlarmi? Bizani ham chaqiring. Mana ham boring. Erkaklarni o'zi anaqa qilyapti, chaqirilyapti. Sizlar bir xudoga o'xshatib qo'yamiz endi. Ishingni qilgan bo'ldi. Ko'p gapirma. Kirishim. Bo'ldi. O'zi 250 mingdan kishi boshiga bo'ldi. Men hozir bilan ham 250 to'lamayman. O'zim borganman. Bo'ldi. Sizlarni asobiy chaqiramiz alohida. Voy, assalomu alaykum. Kim bu, aka? Yep. Bizlar xudamiz, mashinani qizini olamiz. Voy. Nima qilib bular? Xudo yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Yaxshimisiz o'zingiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Xudo, nima qilibsiz o'zi? Assalomu alaykum. Voy, taklifnoma olib keldim o'rtog'imga. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi yuribsanmi, dugon? Voy, bu qadrdon dugonami? To'yga yetgani keldim. Oh my god. Ya, xudo xola, o'zi bu kelinni, bizlar kelin bo'ladi bu. Jiyanning xotini bo'ladi. To'yga yetdim bular-ham, xudo xolasa to'yga boring siz. Men bormasangiz xafa bo'laman. O'rtoqjon, keyingi oy 10-siga to'yga kelaverasan. Rostdanmi? Ha. Aka, agar xotin bormaganda kunimni ko'rsatardi. Ha, yo, boranglar, nega bormaylar? Jiyan bo'lib turib, jiyanlarnichi hammasini aytayapman. Siz bormasangiz bo'lmaydi. Voy, rostdanmi? Voy, qanday yaxshi. Haligi ikkita opacham ham rosa to'yga borgisi kelyotgandi-da. Bilasiz, qarindoshlarimiz anchadan beri to'y qilmayapti. O'shalarni ham chaqirsam maylimi? Mayli. Kitoblar bormi? Ha, kitobasi bor. Borasan? Nafsing qursin, ikkita opasi 250 dan 500 bo'ladi, o'zi bilan 750 ga tusharkanman. Hey! Ya, tavba, to'y qotganlar ming martalab kulmasin, baribir basharasi ayanchli ahvolda bo'lib turar ekanda.